Diqqat aziz pensionerlar va pensionerlarning farzandlari. Bugungi ma'lumot juda muhim. Chunki u bevosita pensiya pulingizga, kartangizga tushadigan mablag'ga va eng asosiysi pensiyaning to'xtab qolishi yoki bloklanib qolishi xavfiga taalluqli. Oxirgi paytlarda ko'pchilikdan bir xil savol kelmoqda. Nega pensiyam kartaga tushmadi? Bank kartam blok bo'lib qoldi. Pensiyamni ola olmayapman. Pensiya jamg'armasidan kelgan pul qaytib ketibdi. Nima qilaman? Shu mavzuni men bugun oddiy, tushunarli va amaliy qilib tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki ayrim xavflar ko'zga tashlanmaydi. Lekin pensiya to'lovining 1 oyga, 2 oyga, ba'zan undan ham ko'proqqa kechikishiga olib kelishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'lib qo'ying, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumotni qancha ko'p odam ko'rsa, shuncha ko'p pensioner o'z pulini vaqtida oladi. Avvallari ko'p pensionerlar pensiyasini naqd pul shaklida, mahalla yoki aloqa bo'limi orqali, ayrim hollarda pochta xizmati orqali olishardi. Ya'ni pensioner ma'lum sanada borardi. Hujjatini ko'rsatardi, pulini olardi. Albatta, bu tizimda ham navbat, kechikish, hujjatdagi xatolar bo'lgan. Lekin asosiy nazorat ko'proq joyida inson orqali amalga oshirilardi. Hozir esa jarayon ancha raqamlashtirildi. Pensiyalar ko'pincha bank plastik kartalariga, ijtimoiy kartalarga yoki pensionerning nomiga ochilgan hisob raqamlariga o'tkazilmoqda. Bir tomondan bu qulay, bankomatdan olish mumkin, do'konda to'lash mumkin. Farzandlar pulni masofadan nazorat qilishiga yordam beradi. Lekin ikkinchi tomondan yangi xavflar paydo bo'ldi. Endi pensiya nafaqat pensiya jamg'armasi tomonidan, balki bank tizimi, karta muddati, shaxsiy ma'lumotlar, qarzdorlik, sud ijrosi, hisob raqam holati, identifikatsiya va boshqa texnik masalalarga ham bog'liq bo'lib qoldi. Men ko'p murojaatlarda shuni ko'ryapman. Odam pensiyam bloklandi deydi. Aslida esa muammo 3 xil bo'lishi mumkin. Birinchisi, pensiya tayinlovchi organ tomonidan to'lov vaqtincha to'xtatilgan bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, pul yuborilgan, lekin bank kartasi yoki hisob raqami bloklangan bo'lishi mumkin. Uchinchisi, pensionerning hujjatlarida yoki shaxsiy ma'lumotlarida nomuvofiqlik borligi sababli pul tushmay qolgan bo'lishi mumkin. Har bir holatning yechimi boshqa-boshqa. Shuning uchun eng katta xato hammasi baribir davlatdan deb o'tirib qolish. Yo'q, sababni aniqlash kerak. Birinchi navbatda bank kartasining amal qilish muddati tugagan pensionerlar xavf ostida. Masalan, pensioner ona har oy 1.200.000 so'm pensiya oladi. Kartasi 2024 yil 1 oygacha amal qilgan. U esa bunga e'tibor bermagan. Dekabr oyida pensiya hisoblangan, lekin karta ishlamayapti. Bankomat pul bermaydi, do'konda to'lov o'tmaydi. Pensioner pensiyam bermayapti deb o'ylaydi. Aslida pul hisob raqamda turishi mumkin. Lekin karta muddati tugagani uchun undan foydalana olmaydi. Bunday holatda yangi karta chiqarish kerak bo'ladi. Ba'zi banklarda bu bir kunda bitadi, ba'zida bir necha kun vaqt oladi. Ikkinchi xavf, bank kartasi boshqa odam qo'lida bo'lishi. Juda ko'p oilalarda pensionerning kartasi o'g'li, kelini, qizi yoki nabirasida yuradi. Men buni darrov yomon deb aytmayman, chunki ba'zi pensionerlar yura olmaydi, bankomatdan foydalana olmaydi. Lekin xavf nimada? Karta yo'qolsa, pin kod tarqalib ketsa, telefonga ulangan ilova begona odamga o'tib ketsa, pensiya puliga zarar yetishi mumkin. Bundan tashqari, bank shubhali operatsiyalarni ko'rsa, kartani vaqtincha bloklashi mumkin. Masalan, pensiya tushgan kuni karta orqali ketma-ket 5-6 marta turli joylardan pul yechilsa, bank xavfsizlik tizimi buni shubhali deb baholashi mumkin. Natijada pensionerning o'zi pulga muhtoj bo'lib qoladi, lekin karta ishlamaydi. Uchinchi xavf, qarzdorlik va majburiy undirish. Bu juda nozik masala. Ayrim pensionerlar kredit olgan bo'ladi, mikroqarz olgan bo'ladi. Kommunal qarzlar bo'yicha sud ijrosi ochilgan bo'lishi mumkin. Aliment yoki boshqa majburiyat bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda bank hisob raqamiga cheklov qo'yilishi ehtimoli bor. Men alohida ta'kidlayman, qonunchilikda pensiya va ijtimoiy to'lovlardan ushlab qolishning o'z tartibi, chegarasi va asosi bo'ladi. Har qanday pulni to'liq olib qo'yish mumkin degani emas. Lekin amaliyotda pensioner tushunmay qoladi. Kartamda pul bor edi, nega yecha olmayapman? Shunda u bankka boradi. Bank esa hisobingizga taqiq bor deydi. Keyin majburiy ijro byurosiga borish kerak bo'ladi. Demak, xavf qarzning borligida emas, qarz bo'yicha hujjatlar va cheklovlar haqida pensionerning xabarsizligida. 4-xavf. Pasport yoki ID karta ma'lumotlari yangilanmagan bo'lishi. Masalan, pensioner eski pasportini ID kartaga almashtirgan, lekin bankdagi ma'lumotlar eski holatda qolgan. Pensiya tizimdagi ma'lumot boshqa, bankdagi ma'lumot boshqa.
soliq yoki aholi reyestridagi ma'lumot boshqa bo'lishi mumkin. Natijada tizimlar bir-biriga mos kelmagani uchun to'lovda uzilish bo'ladi. Bu ayniqsa ism sharifida harf farqi bo'lganlarda ko'p uchraydi. Masalan, Gulnora bir joyda Gulnoza bo'lib ketgan. Otasining ismi bir joyda qisqa, boshqa joyda to'liq yozilgan, tug'ilgan sana bir raqamga adashgan. Oddiy ko'ringan xatolik pul tushishiga to'siq bo'lishi mumkin. 5-xavf. Chet elga uzoq muddatga ketgan pensionerlar. Ayrim pensionerlar farzandlari yoniga Rossiya, Qozog'iston, Turkiya yoki boshqa davlatga ketadi. O'zi esa pensiya kartaga tushib turaveradi deb o'ylaydi. Lekin doimiy yashash joyi, shaxsning tirikligi, pensiya olish huquqi, chet elga chiqish muddati bilan bog'liq tekshiruvlar bo'lishi mumkin. Agar tizimda shaxsning maqomi bo'yicha savol tug'ilsa yoki hujjat tasdiqlanishi kerak bo'lsa, pensiya to'lovi vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Bu yerda eng katta muammo pensioner chet elda bank yoki pensiya jamg'armasiga bora olmaydi. Farzandlari esa ishonchnomasiz ishni hal qila olmaydi. 6-xavf. Vafot etgan shaxs nomidagi kartadan foydalanish. Bu haqida juda ehtiyotkorlik bilan gapiraman. Ba'zi oilalarda pensioner vafot etgandan keyin ham kartada qolgan pulni yechishga urinishadi yoki tizim hali yangilanmaguncha tushgan pulni olib qo'yishadi. Bu juda xavfli. Chunki keyinchalik ortiqcha to'langan pensiya qaytarilishi talab qilinishi, hatto huquqiy javobgarlik masalasi ko'tarilishi mumkin. Shuning uchun agar oilada pensioner vafot etsa, meros, dafn puli, qolgan mablag' va hujjatlar bo'yicha qonuniy tartibda murojaat qilish kerak. Karta qo'limda pin kod bilaman degan narsa huquq bermaydi. 7-xavf, pensioner o'z vaqtida qayta ko'rikdan o'tmagan bo'lishi. Bu asosan nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi oluvchilarga taalluqli. Ba'zi nogironlik guruhlari muddatsiz bo'ladi, ba'zilari esa ma'lum muddatga belgilanadi. Agar belgilangan muddat tugagan bo'lsa va qayta tibbiy ko'rikdan o'tish kechiksa, to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Masalan, fuqaro 2 guruh nogironlik bo'yicha 900 ming so'm atrofida to'lov oladi. Uning qayta ko'rik muddati 15 marta tugagan. U esa hali vaqt bor deb yuradi. Aprelda pul tushmaydi. Keyin hujjatlarni yig'adi, tibbiy komissiyaga kiradi, qaror chiqadi. Agar hammasi to'g'ri bo'lsa, ayrim holatlarda to'lov tiklanishi mumkin, lekin bu vaqt asab va sarsonlik talab qiladi. Kimlar kamroq xavotir olsa bo'ladi. Agar sizning kartangiz faol bo'lsa, muddati tugamagan bo'lsa, pasport yoki ID ma'lumotlaringiz bankda yangilangan bo'lsa, qarzdorlik bo'yicha hisobingizga taqib qo'yilmagan bo'lsa, pensiya turi bo'yicha qo'shimcha qayta tasdiqlash talab qilinmasa, odatda pensiya odatdagi tartibda tushadi. Lekin baribir men har bir pensionerga o'yiga kamida bir marta bank hisobini, karta muddatini va SMS xabarlarini tekshirishni maslahat beraman. Birinchi misol. Toshkent viloyatida yashovchi Altun Takiz yoshli otaxon har oy 1 million 470 ming so'm pensiya oladi. Kartasi o'g'lida bo'lgan. O'g'li kartadan o'zining mobil ilovasiga ulab foydalangan. Bir kuni telefonni almashtirgan, eski raqam ochgan. Bank ilovasiga kirish bloklangan. Pensiya tushgan, lekin kartadan pul yechib bo'lmagan. Otaxon pensiya jamg'armasiga boradi, u yerda pul o'tkazilgan deyishadi. Bankka boradi, bank telefon raqam va identifikatsiyani yangilang deydi. Ko'ryapsizmi? Muammo pensiyada emas, bank ma'lumotlarida. Lekin pensioner uchun natija bitta. Pulini vaqtida ola olmaydi. Ikkinchi misol. 72 yoshli ona kreditga kafil bo'lgan. U o'zi kredit olmagan. Faqat qarindoshiga kafil bo'lib beraman degan. Qarindosh kreditni to'lamagan. Ish sudga o'tgan. Keyin ijro hujjati bo'yicha ayrim hisob raqamlarga cheklov qo'yilgan. Ona buni bilmagan. Pensiyasi kartaga tushadi. Lekin bir qismini ishlata olmaydi yoki hisobda cheklov ko'rinadi. Bu yerda pensioner men kredit olmaganman deydi. Lekin kafil bo'lish ham majburiyat ekanini unutgan. Shuning uchun men doim aytaman. Pensionerlar hech qachon tushunmagan hujjatga imzo qo'ymasin. Ayniqsa kafil bo'lish masalasida juda ehtiyot bo'lsin. 3-misol. 63 yoshli ayolning familiyasi nikohdan keyin o'zgargan, lekin ayrim eski hujjatlarda oldingi familiya qolgan. Pensiya tayinlanganda bir ma'lumot ishlatilgan, bankda esa boshqa hujjat bo'yicha hisob ochilgan. Bir necha oy hammasi o'tgan. Keyin tizimda moslik tekshirilganda muammo chiqqan. Pul tushish kechikkan. Bunday holatda fuqaro FDIO hujjatlari, nikoh guvohnomasi, ID karta va bank ma'lumotlarini moslashtirishi kerak bo'ladi. 4-misol. Nogironlik nafaqasi oluvchi fuqaro qayta ko'rik muddatini o'tkazib yuborgan. U mening ahvolim o'zgarmagan, nega yana ko'rik kerak deydi. Men tushunaman, bu odam uchun noqulay, lekin tizim hujjat asosida ishlaydi.
Agar nogironlik muddati uzaytirilgani haqida qaror tizimiga kirmasa, to'lov avtomatik davom etmasligi mumkin. Shu sababli bunday toifadagi odamlar muddat tugashidan kamida 1 oy oldin poliklinika, tibbiy komissiya va tegishli tashkilotlar bilan aloqaga chiqish kerak. Birinchi nozik jihat, karta bloklangan bo'lsa, bu har doim pul yo'q degani emas. Ba'zan pul hisob raqamga tushgan bo'ladi, faqat karta ishlamaydi. Siz bankdan aniq so'rashingiz kerak. Pensiya puli hisob raqamimga tushganmi? Hisob raqam bloklanganmi yoki faqat karta bloklanganmi? Blok sababi nima? Qaysi tashkilot taqib qo'ygan? Shu savollarni bermasangiz, sizga umumiy javob berishlari mumkin. Ikkinchi nozik jihat, bankdagi blok bilan pensiya jamg'armasidagi to'xtatish boshqa masala. Agar pensiya jamg'armasi to'lovini to'xtatgan bo'lsa, bank yordam bera olmaydi. Agar bank hisob raqamiga cheklov qo'ygan bo'lsa yoki karta muddat tugagan bo'lsa, pensiya jamg'armasi pul yuborgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun birinchi qadam sababni ajratish. Uchinchi nozik jihat ishonchnoma. Agar pensioner yura olmasa, farzandi uning o'rniga bankka yoki davlat idorasiga borishi uchun ko'pincha ishonchnoma kerak bo'ladi. Men o'g'liman, men qiziman, men keliniman degan gap hamma joyda yetarli bo'lmasligi mumkin. Ayniqsa hisob raqam, karta, pensiya hujjatlari, ma'lumotlarni o'zgartirish, ariza yozish masalalarida ishonchnoma talab qilinadi. Agar pensioner og'ir ahvolda bo'lsa, notariusni uyga chaqirish imkoniyatlari haqida ham so'rash mumkin. To'rtinchi nozik jihat telefon raqami. Hozir ko'p bank xizmatlari SMS kod, mobil ilova va telefon raqamiga bog'langan. Pensioni eski raqamini ishlatmay qo'ygan bo'lsa, raqam boshqa odamga o'tib ketgan bo'lsa, bu xavfli. Tasavvur qiling, bank ilovasi yoki SMS xabarnoma eski raqamga ketmoqda. Bu nafaqat noqulay, balki xavfsizlik masalasi. Shuning uchun pensionerning kartasiga ulangan telefon raqami aynan o'ziniki yoki ishonchli yaqin qarindoshiniki bo'lishi, bankda rasmiy tarzda yangilangan bo'lishi kerak. 5-nozik jihat. Pensiya kartasiga boshqa tushumlarni aralashtirish. Ayrimlar pensiya kartasiga qarindoshlaridan katta summalar, savdo pullari, qarzlar, o'tkazmalar qabul qiladi. Bu ham bank monitoringida savol tug'dirishi mumkin. Masalan, oddiy pensioner kartasiga har oy faqat 20.300.000 so'm pensiya tushadi. Birdaniga bir oy ichida 20 million so'm kirim chiqim bo'lsa, bank savol berishi mumkin. Shuning uchun pensiya kartasini iloji bo'yicha pensiya va kundalik xarajatlar uchun ishlating. Katta savdo yoki qarz operatsiyalarini alohida hisob raqam orqali yuriting. 6-nozik jihat, ortiqcha to'langan pensiya. Ba'zan hujjatdagi xato, maqom o'zgarish yoki o'z vaqtida xabar bermaslik sababli odamga ortiqcha pensiya to'lanishi mumkin. Keyin davlat organi bu pulni qaytarishni talab qiladi. Pensioner men so'ramaganman, o'zlari tashlagan deydi. Lekin hujjatda huquq bo'lmasa, ortiqcha to'lov qaytarilishi masalasi chiqadi. Shuning uchun agar sizning pensiyangiz kutilmaganda juda ko'p tushsa, masalan, odatda 20.400.000 olardingiz. Birdan 2.800.000 tushsa, darhol aniqlashtiring. Bu indeksatsiya, qo'shimcha to'lov yoki qarzdorlik qaytarilishi bo'lishi mumkin, lekin xato ham bo'lishi mumkin. 7-nozik jihat yashash joyi va ro'yxat. Ba'zi hollarda pensioner bir viloyatda ro'yxatda, boshqa viloyatda yashaydi. Amalda bu ko'p uchraydi. Agar hujjatlar, bank filiali, pensiya bo'limi va faktik yashash joyi o'rtasida aloqa yo'qolsa, pensioner xabarnomalarini olmay qolishi mumkin. Masalan, qayta hujjat topshirish kerakligi haqida ma'lumot kelgan, lekin eski manzilga borgan. Pensioner esa bilmagan. Shuning uchun yashash joyingiz o'zgarsa, tegishli tashkilotlarga xabar berish foydali. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki oilangizda pensioner bo'lsa, men quyidagi qadamlarni bajarishni maslahat beraman. Birinchi qadam, bank kartasining amal qilish muddatini tekshiring. Kartaning old tomonida oy va yil yozilgan bo'ladi. Masalan, 0-25 yozilgan bo'lsa, karta 2025 yil avgust oyigacha amal qiladi. Agar muddat tugashiga 2 oy qolgan bo'lsa, bankka boring va yangisini chiqarish tartibini so'rang. Karta tugab bo'lgandan keyin emas, oldindan harakat qiling. Ikkinchi qadam, bankka borib shaxsiy ma'lumotlaringizni yangilang. O'zingiz bilan ID karta yoki pasport, telefon raqam, karta va kerak bo'lsa pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi hujjatni oling. Bank xodimidan mening ma'lumotlarim to'liq yangilanganmi? Telefon raqamim to'g'rimi? Hisob raqamimda cheklov yo'qmi? Kartam faolmi deb so'rang. Bu savollarni aniq bering. Uchinchi qadam, pensiya tushmasa. Avval bankdan hisob holatini oling. Bankdan og'zaki emas,
imkon bo'lsa yozma ma'lumot yoki hech bo'lmasa aniq javob so'rang. Pul tushganmi yoki tushmaganmi? Agar pul tushgan bo'lsa, nima uchun yechib bo'lmayapti? Agar tushmagan bo'lsa, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. 4-qadam, pensiya jamg'armasi bo'limiga borganda hujjatlarni to'liq olib boring. ID karta yoki pasport, bank kartasi rekvizitlari. Agar mavjud bo'lsa, pensiya daftarchasi yoki pensiya tayinlash hujjati, telefon raqam, ariza yozish uchun ma'lumotlar kerak bo'ladi. Agar siz pensionerning farzandi bo'lsangiz, ishonchnoma masalasini oldindan hal qiling. Aks holda sizga ma'lumot bermasliklari mumkin. 5-qadam, agar hisob raqamga taqiq qo'yilgan bo'lsa, kim qo'yganini aniqlang. Bu bankning o'zi bo'lishi mumkin, sud ijrochisi bo'lishi mumkin, boshqa vakolatli organ bo'lishi mumkin. Bankdan taqiq qo'ygan tashkilot nomi, hujjat raqami va sana haqida ma'lumot so'rang. Keyin o'sha tashkilotga borib, bu mablag' pensiya to'lovi ushlab qolish tartibi qanday, qancha miqdor ushlanadi, cheklovni yechish uchun nima qilish kerak deb yozma murojaat qiling. 6-qadam, qarzdorlik bo'lsa, uni yashirmang, tartibga soling. Kredit bo'yicha muammo bo'lsa, bank bilan. Ijro ishi bo'yicha muammo bo'lsa, majburiy ijro byurosi bilan gaplashing. Pensionerning yagona daromadi pensiya bo'lsa, bu holatni hujjat bilan ko'rsating. Zarur bo'lsa, to'lov grafigi, ushlab qolish miqdori. Cheklovlarni qonuniy tartibda ko'rib chiqish haqida ariza yozing. 7-qadam, nogironlik bo'yicha to'lov olsangiz, muddatlarni kalendarga yozib qo'ying. Qayta ko'rik kuni, tibbiy hujjat topshirish muddati, poliklinika ko'rikdan o'tish sanasi aniq bo'lsin. Farzandlaringizdan biriga ham ayting. Chunki bir kunlik kechikish ham ba'zan bir oylik to'lovning kechishiga sabab bo'ladi. 8-qadam, pensionerning kartasini himoya qiling. PIN kodni qog'ozga yozib, kartaning yonida saqlamang. Telefon orqali kelgan kodni hech kimga aytmang. Bankdanman, pensiya jamg'armasidanman. Kartangiz blok bo'ladi, kodni ayting degan qo'ng'iroqlarga ishonmang. Hech qaysi haqiqiy bank xodimi sizdan SMS kod yoki PIN kod so'ramaydi. Bu firibgarlarning eng ko'p ishlatadigan usuli. 9-qadam, agar pensioner yura olmasa, oldindan ishonchnoma tayyorlang. Ishonchnomada qaysi harakatlarga ruxsat berilishi aniq yozilsin. Bankdan ma'lumot olish, karta ochish, pensiya bo'yicha murojaat qilish, ariza topshirish, hujjatlarni olish, notarius bilan maslahat qiling. Chunki umumiy ishonchnoma va maxsus ishonchnoma o'rtasida farq bo'lishi mumkin. 10-qadam, har oy pensiya tushganini va qancha tushganini yozib boring. Oddiy daftar tuting. Masalan, yanvar 2720 ming so'm, fevral 2720 ming so'm, mart 1500 ming so'm. Agar bir oy kamayib qolsa yoki umuman tushmasa, darhol sababini so'rang. Bu usul juda oddiy, lekin ko'p muammoni erta aniqlashga yordam beradi. Agar pensiya tushmasa yoki karta bloklansa, arizada hissiyot emas, aniq faktlar bo'lishi kerak. Men quyidagicha yozishni maslahat beraman. Men falonchi pensiya oluvchiman. Har oy pensiya mablag'im falon bankdagi falon hisob raqamiga o'tkaziladi. Falon oy uchun pensiya mablag'im tushmagan yoki undan foydalanish imkoni bo'lmayapti. Mazkur holat yuzasidan pensiya to'lovi amalga oshirilgan yoki oshirilmaganini, agar to'lov to'xtatilgan bo'lsa, sababini, agar bank hisob raqamida cheklov bo'lsa, cheklov asosi va uni bartaraf etish tartibini yozma ravishda ma'lum qilishingizni so'rayman. Arizaga ID karta nusxasi, bank rekvizitlari, karta ma'lumotlari, oldingi to'lovlar bo'yicha ma'lumot. Agar bor bo'lsa, bankdan olingan javob nusxasini ilova qiling. Arizani topshirganda kirim raqami oling yoki elektron tarzda yuborsangiz, yuborilgani tasdiqlovchi ma'lumotni saqlab qo'ying. Birinchi xato, kutib yurish. Balki ertaga tushar deb 10 kun, 2 kun kutish kerak emas. Pensiya odatda belgilangan tartibda tushadi. Agar odatiy sanadan ancha kechiksa, darhol bank va pensiya jamg'armasidan aniqlashtiring. Ikkinchi xato, faqat qo'ng'iroq bilan cheklanish. Qo'ng'iroq foydali, lekin muammo jiddiy bo'lsa, yozma murojaat qiling. Yozma javob sizga keyingi bosqichda kerak bo'ladi. 3-xato, kartani hammaga berib yuborish. Yaqin odam bo'lsa ham. Karta va PIN kod mas'uliyat. Agar pul yo'qolsa, keyin isbotlash qiyin bo'ladi. 4-xato, hujjatlarni yangilamaslik. ID karta, familiya, telefon raqami, yashash joyi, bank rekvizitlari o'zgarsa, buni tizimlarda yangilash kerak. 5-xato, firibgarlarga ishonish. Pensiyangiz blok bo'lmasligi uchun kodni ayting. Yangi to'lov qo'shamiz, kompensatsiya chiqdi degan xabarlar ko'p hollarda tuzoq bo'lishi mumkin. Har qanday ma'lumotni rasmiy manbadan tekshiring. Azizlar, pensiya bloklanishi deganda har doim bitta sabab bo'lmaydi.
Sabab karta muddati tugashi, bank hisobidagi cheklov, qarzdorlik, hujjatlardagi nomuvofiqlik, qayta ko'rik muddati. Telefon raqam muammosi yoki pensiya jamg'armasi tomonidan to'lovning vaqtincha to'xtatilishi bo'lishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l vahimaga tushmasdan sababni aniq ajratish, bankdan va tegishli organlardan yozma ma'lumot olish, hujjatlarni tartibga keltirish. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq pensioner ota-onangizning kartasi muddatini tekshiring. Bankdagi telefon raqamini aniqlang. Hujjatlari mosligini ko'ring. Qarzdorlik yoki taqiq yo'qligini so'rang. Bir kunlik tekshiruv keyinchalik bir oylik sarsonlikning oldini oladi. Agar sizda ham pensiya tushmay qolgan, karta bloklangan yoki bank bilan muammo bo'lgan holat bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham sizning tajribangizdan xulosa qiladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensioner yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot kimningdir pensiyasini vaqtida olishiga yordam berishi mumkin.